Xo'sh. Chexiya. Yer o'rtasi. Yuqorishga keldim. Hali soat 9 bo'layapti. Soat 3 ga telefon qilamiz dedi. Parking berdi, parkingi yopiq. Eski uylari. Lekin ob-havosi yomon, toza ekan. Tinch. Bu tomonga logistikaga zo'ragina jasi. Logistikaga ancha kirib ketdim. Shu yerda tursa bo'lsa kerak. So'raganim yo'q. Shu yerda tursam bo'ladimi deb. Hozir mashinani ko'rsataman. Lekin dahshat ob-havo bor-ku. Salqingina. Chakkiga ob-havosi. Agar soat 3 dan 15:00 zapret boshlanadi. Ana shungacha ortsa yaxshi. Yana bitta fora kelib qolibdi-ku. Ayla bizga birinchida turibdi.